Firkor qilyapsiz, firkor. She'rlaringiz juda ham yoqadi. Kecha yangisini yozuvdim. G'ururingni chetga surib ayt, rostini ayt, sog'inmadingmi degan she'r yozuvdim. Xudo xohlasa ertaga narigi akkauntimga chiqaraman. Nasib bugun zapisni montaj qilib olay. Tasodiflar ko'pdir dunyoda, uchrashmadik ikkimiz bekor. Allohning rejalarida biz bilmagan buyuk hikmat bor. Sen qayda-yu, men qayda edim? Go'yo quyosh, go'yo oy ayro. Agar buni Alloh istamaganda bo'larmidim qarshinda paydo. Uchrashmaydi daryoga daryo, qushlar sira ketmas to'qnashib. Borligingni bilgandek go'yo borar edim davollar oshib. Sen taqdirga ishonasanmi? Ko'rganmisan meni qaydadir? Bilsang buni taqdir derlar. Azizam, taqdir. Shoir Sheroziy. Buxorodan salom, Ebixay. Divonamizlar qandaysizlar? Nechta akkauntingiz bor o'zi? Bitta bu, bitta yana bitta Abbos Kamoliddin bor. Faqat she'rlar qo'yiladi, podpisчикam. Shoir bo'lib keting, Abbos 5000 sanikimi? Yo'q. Ha? Qaysi? Yangi ochildi 5000. Yo'q, emas. Yomon o'ylantiryapti. Ha. Abbos Chingizning muxlisimisiz? Bu odam tashiydi malak basaman xolos. Chingizning muxlisi. Chingizga ani donat qilamiz biz. Gruppamiz bor Chingiz haqida. Xuddi gruppa bor. Ishoninglar, faqat Chingizda. Bos. Ko'taradi yangi mashina bu. Men sizlarga aytsam, qorninglar och qolsa deydi. Men sizning qo'shig'ingizni o'qidim, ko'rib like bosib qo'ying. Qo'shiqni qanday o'qiysiz? She'rlaringizga gap yo'q. Bir keladi. O'rtada bir 2 oy umuman hech nima kelmadi, yozmadim. Salom. Ikkinchi akkaunt sariq. Shunday meni akkauntimga kiringlar. Endi Abbos Kamoliddin juda ko'pda. Akkauntimga kirib Abbos yozinglar, o'zi bitta oppoq kiyimda turibman. Ichida bir 6 sachami she'r aytganlarim bor, o'shalar. Samarqanddan Xishrafdan salom. Xishraf? Samarqandda men Xishraf degan aniq eshitmagan ekanman, u mahallami u? Chiroqchiga kelganmiz. Iya. Men bor edi chiroqchiga. Ya qochib ketamiz boshqa dunyoga, yo yur qochib ketamiz boshqa dunyoga. O'ralib qoldik-ku ziyoga, bariga qo'l siltab yurib ketamiz. Bizni sevgimizni tushunmas ular, yur boshqa dunyoga qochib ketamiz. Gulchamol Asqarovaning she'rini aytgin. Qaysi she'r? Osmondan Sizga jonim bormisan? Samoman nurman. Ha, hozir. Azam aka, assalomu alaykum, salomatmisiz, charchaysiz? Boshini esimda emasda. Ayt qanday topasan qochmoqda imkon. Men seni Allohdan so'rab beraman. Guruhim yetardi, bosh esimdan chiqib qoldi. Ayt qanday topasan qochmoqqa imkon, men seni Xudodan so'rayveraman. So'rayveraman. Ming yillar qariga ketganingda ham men seni samoday chorlayveraman. Ismingni tonglarga yozaman maqtal. Faqat meni deya qistayveraman. Faqat sen ichkin deb qistayveraman. Faqat sen ichkin deb qistayveraman. So'zimni bilmayman akanchalik qo'ying buzmay. Ana zo'rda. Ko'klarda ko'k kaptar qushdaymiz jonim. Kel bugun ko'ngil xushlaymiz jonim. Mening tanishim yo'q narigi dunyoda, baribir jannatga tushmaymiz jonim. Ya buni ma'nosi ana ba'zi insonlar meni Alloh tanimaydi-ku aka. Aytayapsiz-da, meni tanishim yo'q, men Xudoni tanimayman. Jannatga tushmasam kerak deyapti. Ya'ni uni ko'zini dunyoviy muhabbat o'rab qo'yganda shunaqa ma'noda endi. Atorchimelar yana, zap qilib qo'yib yuborib yana. Qachon bunday ko'rishamiz birga. Gapirmang bir. O'tiraylik bir g'ijdon-pishdonda aka. Xudo xolasa bir ertaga bir telefon qilaman Azam aka. Mani tanishlarim bor ekan, kelish olamiz. Qora aka, assalomu alaykum. Omonmisiz, charchamayapsizmi? Ya inshaalloh. Hammamizni tanisin hammamizni. Navoiyga ham mehmonga keling, Xudo xohlasa boramiz. Sevgi ertak, sevma tentak degan
Kichik iboralar ham borda. Ibora emas. Ana borku. Rostmi hammasi tug'ma. She'r aytyapsiz qo'shiqlarni. Katta Qo'rg'ondan assalomu alaykum. Salomatmisizlar? Charchamayapsizlar? Ko'cha tumanmi? Ko'cha nima bo'lsa bo'yapsiz, mana qaranglar. Changmi bu, tumanmi bu bilmayman. Bundan zo'r joy olganman, nasib o'tiraveramiz. Bo'ldi aka, xudo xolos. Nasib yazdik, keyin bir kezga bosamiz, xudo xolos. Qo'shig'ingizni aytib bering. Qaysi birini? Meni ham qo'shig'im ko'p san'atkorlardanman ku ana. Qizg'aldog'imni aytganman, Gulbadanni aytganman. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Charos qo'shig'ingizni aytib bering. Gulbadanni endi u переносный ma'nosi aka chiroyli qomatli deganda. Gulbadan. Badanlar gul degan. Shuda endi anaqa ham bor-ku. Guldek chiroyli. Sher aka rahmatli qo'shiqlari ham bor-ku Gulbadan. Charos. Qani ko'zimga qara. Sochingni tara. Bir nimalar degim menga sen erkala. Ko'nglimga qarab, har kun ertalab. Kofe damlab uyg'otasammi erkalab. Mashinangiz qanaqa? Men BMW M5 F90 yuraman. O, Ulug'bek Yo'lchiyev muxlisimsan ishonmaysizlar. Mana, mashinalarda men qo'shig'im, ko'ryapsizlarmi? Badanida tatuirovkasi bor degan. Qachingga? Gulbadanni ma'nosi badanida tatuirovkasi bor degan ekan. Gul rasmimi? Значит, Tapuriya ham Gulbadan ekanda. Ilya Tapuriya. Hey, gold, Alpin gold. Alış dedi. Alpin gold. Bu kechamiz. Qani ko'zimga qara. Sochingni tara. Shular akam yozib bergan. Charosda ham, Parvardachamda ham, Afsusda ham. Hamma so'raydi, Charos kim deb, mana shu odam javob bersin. Qaysi muhabbatingizga atab yozgansiz Charos deb. Yangi efirdamisiz? Yangi aloqaga chiqing. Instagramda. Ayo. O'tgan safargini videoni qo'yish kerak Instagramga. Yangi oxirda. Bering menga qo'yaman, zo'r ketadi. Zo'r ketadi hayot. Orqasidan men ham ketaman. Rahmat o'tmaga tekmasan, Allohga shukr, o'zing bormasan o'rtog'im. Charchamayapsizlarmi? Zominga ham keling. Nasib mana shu 2-3 kun ichida bir borib qolsak kerak, nasib Alloh nasib qilsa. Qizlar bilan tanishib olaylik. Sizga bu nima bu? Yor ko'rsatuvim bu, primoy kirib tanishasiz. Yeringizni yozib qo'yapsiz-da, nomeringiz bilan. Zo'r latifalarim bor, aytib beraymi sizlarga, tomoshabinlar. Ana. Dumalaqni ichiga turg'izib qo'yib. Oyog'imni chiqarib turdim bor. Xotiningni bilmayman. Bugun yangilari bor. Samarqandga kelinglar. O'z yaqinda kel Samarqandga. Salom Katta Qo'rg'on. Assalomu alaykum hormaylar. Asal Samarqand Boqiy shaharga qachon kelasiz, konsert berasiz? Nasib bu yil Allohga oson, Drujmadan tashqari hamma joyda konsert beramiz nasib. Bu yil oxirlariga, nasib yangi yillarga. Oy, qanday? Zo'r. Bunchalar zo'rsan Namanganda ham olinglar. Namangandan Xudo xolis olamiz. Kichkintoy ishlar qalay? Nima deyapsiz, opa? Sevgani bor nima edi? Imomda bittasi nero qilyapti men uchun rashk qilib. Urishmanglar. Ana bor-ku, otasi oyisiga qarab, mani o'g'lim, qattasiz o'g'lingiz, men chiqqaman, mani o'g'lim. 7-9 oqonni ko'targanman, mani o'g'lim, qiz telefonda jonim faqat senikiman deydi.
Qalaysiz, rahmat. Abbos qachon Bokiga kelib ko'rsangiz bitta choyxona hisobini. Bitta choyxonaga bunchalar ko'rsam bormaydi. Ikkita qiling. Bolajon, ha? Bilasizlar hozir aka nima dedim? Onam men Ulug' akam bilan bir joyga keldik. Qayon ofisga qaytamiz bolalarimiz. Hocam kutib Ha, bugun anaqa Hoji akam keladi, aeroportga chiqamiz. Kutib olamiz, kim boraman. Kaltim bor, men boraman. Aka shogird oling, yo'q, men. Rahmat, hali bir yuzimga effekt qo'yilibdi. Qo'shiqqa mosda. Nima bo'lyapti basharamga deyman boydan beri. qayerdan qo'yiladi? Bir kun shuna qo'yilib Mana Muhammad bosasiz, shu yerda qo'yishadi. o'sha yerdan bosilib ketganmi? Ha, bosilib ketganda. O'chiramanni o'chirib o'chirib yubordi. Juda ham pozitivsiz bilaman. Kulgusing baland insonni, yig'ising sokin bo'ladi. Men yig'lamay. Tushirolmadim debdi. Tushiraman. Lekin kechasi ertalab soat 5 gacha uvullab yig'ladim. Qo'shig'ingizni aytib bering. Hozir aytdik-ku. Salom, assalomu alaykum. Aka futbol ko'rasizmi? Taxminiy hisob. Kim o'ynayapti? Shuni ayting, shunga qarab taxmin qilib beraman. Real Madrid Hozir o'ynayapti. o'ynasa kerak. Kim bilan o'ynaydi Real? Nima bo'ladi? Ilkasi bo'ladi. Bugun Barsa bilan. Arabistonda bo'lish kerak. Bugun ertaga, bugun Real o'zi o'ynaydi ya. 14-da shekilli. Ha. Adashdim. Masalan, joy aytaman, ko'ramiz vaqtni. Kecha o'zi Barsa adashib ketdimmi? Barsa yutdi. 5-0mi, 4-0mi? 5-0. Aka, dardingiz ko'pmi? Albatta. Agar meni dardimni sizga qo'yib bersa, bosh bo'yinlarga tushsa borku, belingiz sinib ketadi, bor. Dardim og'ir. Eng katta dardingiz nima desa, dardim yo'qligi deydi-ku. Atletico Madrid. Atletico bilan o'ynaydi. Bilmayman. To'g'risi anchadan beri Real o'yinini ko'rmadim. 2-1 bo'lsin mayli. Ko'rgilgan bo'lmayapti deb. Men bilmayman, Ronaldo ketgandan keyin Real ham qiziqa qolmadi. Al-Nasr ko'raman dedim, Al-Nasr ham qiziqmas ekan. Nima qilsam, men boshqa Ronaldo topaymi? Husanov, короче. O'g'lim nima aytadi? Abukada Husanov deb qo'yadi. Abukada Husanov deb qo'yadi. Aka seni ongsiz mavjudot. Hayvonmi? Yaxshi so'kmadingiz. Deyishingiz bilan mikrofonga qo'lim bordi-da. Yo'q, avval qiyin yo'qqa qo'y. Tentakmi bu? Qaytadan tushamiz top. Qo'shiqni nomini ayting. Aytmas. Buni aytmas ekanman. Kibriyo bloger. Men bloger emasman-ku. Men bloger demanglar, iltimos. O'z bo'lganimda kibrli bo'ladi. Haqorat qilyapsizlar, iltimos. Nechinchi yilsiz? Millatdan avvalgi milodiy. Tavba, astag'firullah, nima problemangiz bor ekan? Ona uylanish problemam bor. Nima gap ocham? Charas qo'shim. Prямой efir ketyapti, odob bilan gapir. Farinaga uylansak, dardingiz ko'ngil bo'lib ketadi. Prямой efir bo'lyapti, oldimda odob bilan gapir. Astag'firullah. Odam bilan gapira ya. Nima sen hozir menga bacham deding, bo'lmasa? Adashib ketdim-da. Adashdingmi? She'r aytib bering. O'zlar. Ha, bo'lsa. Ya'ni yaxshimi charchamasdan? Rahmat. Nima gap? Ishimisan o'zi, boshqalar yaxshimi? Allohga shukr, rahmatdan ofisga kelyaptim hozir. Ishlarim oldimda odam bor. Uylanishga qiz bormi? Tinchmisan? Menga qachon kelasan Andijonga?